Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va pensiya puliga qarab kun ko'radigan barcha insonlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Oktyabrdan keyin ayrim pensionerlar kutilmagan muammoga duch kelishi mumkin. Pensiya kechikishi, to'lov to'xtab qolishi, karta bloklanishi, hujjat qayta tekshiruvga tushishi yoki firibgarlar tuzog'iga ilinib qolish xavfi oshadi. Men buni vahima tarqatish uchun emas, balki sizni oldindan ogohlantirish uchun aytyapman. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka vaqtida yetib borishi kerak. Men avvalo eng muhim narsani aniq qilib aytaman. Pensiya tizimida har qanday o'zgarish oddiy odam uchun qog'ozdagi bir banddek ko'rinadi. Lekin amalda u butun oilaning kunlik xarajatiga ta'sir qiladi. Pensioner uchun pensiya bu shunchaki pul emas. Bu dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, nabiraga yo'l puli, ba'zan esa butun xonadonning asosiy daromadi. Shuning uchun oktyabr sanasi atrofida pensiya to'lovlari, bank kartalari, identifikatsiya hujjatlarini yangilash, yashash manzili va telefon raqamiga bog'liq masalalar bo'yicha ogohlantirishlar paydo bo'lsa, buni befarq qoldirib bo'lmaydi. Oldin ko'p holatlarda pensioner pensiyasini odatdagidek olib kelaverardi. Kimdir pochta orqali naqd olardi, kimdir bank kartasiga tushirardi, kimdir farzandi yordamida bankomatdan yechardi. Hujjatda katta xato bo'lmasa, yashash joyi o'zgarmasa, bank kartasi muddat tugamasa, pensiya odatda davom etardi. Lekin hozir tizimlar tobora raqamlashtirilmoqda. Ma'lumotlar bir-biriga solishtirildi. Pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank hisob raqami, telefon raqami, hayotlik holati, nogironlik muddati, ishlash holati, chet elga chiqish holati, prokuratura yoki sud qarorlari, aliment yoki qarzdorlik kabi ma'lumotlar turli bazalardan tekshirilishi mumkin. Mana shu joyda muammo boshlanadi. Agar pensionerning hujjatida eski pasport raqami qolgan bo'lsa, karta muddati tugagan bo'lsa, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa, manzil o'zgargan bo'lsa, nogironlik muddati qayta tasdiqlanmagan bo'lsa yoki bankdagi hisob faol bo'lmasa, to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Bu hamma pensionerga birdaniga taalluqli degani emas. Lekin birgina kichik xato ham odamni bir necha kun yoki bir necha hafta ovoragarchilikka solishi mumkin. Men bunday vaziyatlar doim bitta narsani tushuntiraman. O'zgarishlarning o'zi muammo emas. Muammo odamlar bu o'zgarishdan vaqtida xabar topmasligida. Masalan, pensionerning bank kartasi muddati oktyabr oyida tugaydi. U bunga e'tibor bermaydi, chunki kartada yozilgan raqamlarni o'qish qiyin. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi yoki banka borishga imkon topmaydi. Pensiya kuni keladi, pul tushgandek ko'rinadi, lekin karta orqali ishlatib bo'lmaydi. Bankomat pul bermaydi. Do'konda terminal rad etadi. Pensioner esa pensiyamni kesib qo'yish deb o'ylaydi. Aslida pul bor, lekin karta muammoli. Yana bir misol. 7-2 yoshlarning pensiyasini o'g'lining telefon raqamiga ulangan karta orqali oladi. O'g'li boshqa shaharga ketgan. Sim karta faol emas yoki raqam boshqa odamga qayta sotilgan. Bankdan SMS kelmaydi, ilovaga kirib bo'lmaydi, tasdiqlash kodi yo'q. Pensioner bankka boradi. Bank esa telefon raqamini yangilashni, shaxsni tasdiqlashni, pasportni ko'rsatishni so'raydi. Agar pasport ham eski bo'lsa yoki ID karta bilan ma'lumot mos kelmasa, jarayon cho'ziladi. 3-holat, nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning nogironlik muddati ma'lum sanagacha belgilangan. U qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerakligini bilmaydi yoki oldin doim avtomatik davom etar deb o'ylaydi. Tizimda asos tugani ko'rinadi. Natijada pensiya to'lovi vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin fuqaro hujjatlarni tiklaydi, komissiyadan o'tadi, qaror yangilanadi. Shundan keyin to'lov qayta tiklanadi. Lekin bu orada odam dori pulsiz qolishi mumkin. 4-misol, pensioner boshqa viloyatga ko'chib o'tgan, lekin rasmiy ro'yxatdagi manzilni yangilamagan. Pensiya ishlari bir hududda, bank xizmati boshqa hududda, pochta yetkazib berish esa eski manzilga bog'langan bo'lishi mumkin. Natijada pul qayerga ketdi degan savol tug'iladi. Bu yerda hech kim atalab pensiyani tortib olayotgani yo'q, lekin ma'lumotlar bir-biriga mos kelmagani uchun ovoragarchilik kelib chiqadi. Men birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlarga murojaat qilaman. Agar sizning yo'lingizda hujjat, bank, telefon, ilova, SMS kabi masalalarda yordam beradigan ishonchli odam bo'lmasa, siz oldindan tayyorgarlik ko'rishingiz kerak.
Chunki muammo paydo bo'lgandan keyin navbatda turish, hujjat yig'ish, bankka borish, pensiya jamg'armasi bo'limiga qatnashish siz uchun og'ir bo'ladi. Ikkinchi xavf guruhi bu bank kartasi muddati tugash arafasida bo'lganlar. Kartangizning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 24 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil oktyabr oyigacha amal qiladi degani. Ayrim banklarda oy oxirigacha ishlashi mumkin, ayrim xizmatlarda esa oldinroq cheklovlar chiqadi. Men tavsiya qilaman. Kartangiz muddati tugashiga bir oy qolganda bankka borib yangi karta buyurtma qiling. Pensiya tushadigan hisobni ham aniqlashtiring. Karta almashtirilganda hisob raqami o'zgaradimi yoki yo'qmi? Pensiya avtomatik yangi kartaga tushadimi? Buni bank xodimidan yozdirib oling. Uchinchi xavf guruhi bu telefon raqami o'z nomida bo'lmagan pensionerlar. Bugun bank operatsiyalarining ko'pi SMS yoki telefon tasdig'iga bog'liq. Agar raqam kelinning, o'g'ilning, qo'shnining yoki allaqachon ishlatilmayotgan sim kartaning nomida bo'lsa, ertaga muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa firibgarlar pensiyangiz to'xtaydi, kodni ayting deb qo'ng'iroq qilganda. Odam vahimaga tushib, SMS kodni aytib yuboradi. Shundan keyin kartadagi pul yechib olinishi mumkin. 4-xavf guruhi bu qo'shimcha nafaqa, kompensatsiya, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki ijtimoiy yordam olayotganlar. Chunki bu to'lovlarning har birida alohida shart bo'lishi mumkin. Masalan, bola ma'lum yoshga yetganda o'qish ma'lumotnomasi talab qilinadi. Nogironlik muddati tugaganda qayta ko'rib kerak bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila tarkibi yoki o'qish holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar bitta ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov vaqtincha ushlanadi. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz muddati tugamagan bo'lsa, telefon raqamingiz o'z nomingizda va faol bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizda hozircha katta xavotirga asos yo'q, lekin baribir tekshirib qo'yish kerak. Chunki muammo ko'pincha odam kutmagan joydan chiqadi. Masalan, ba'zan pensioner kartasini umuman ishlatmaydi, pulni farzandi yechib beradi. Farzand bankomatdan pul oladi. Ona yoki ota esa kartaning muddati tugaganini bilmaydi. Yoki pensioner pensiyaga qaysi bank hisobiga tushishini bilmaydi. Faqat bolam olib keladi deydi. Men bunday holatni xavfli deb bilaman. Chunki pensioner o'z pulining asosiy ma'lumotlarini bilishi kerak. Qaysi bank, qaysi karta muddati, telefon raqami, PIN kodni kim biladi, SMS kimga keladi. Keling, oddiy misollar bilan tushuntiraman. Bir pensioner oyga 1.200.000 so'm pensiya oladi. U har oy 350.000 so'm dori darmonga, 2.500.000 so'm kommunal to'lovga, 4.500.000 so'm oziq-ovqatga sarflaydi. Qo'lida 1.500.000 so'm atrofida mayda xarajatga qoladi. Agar pensiya atigi 10 kunga kechiksa ham, bu odam dorisini kechiktiradi. Kommunal to'lovni qarz qiladi. Oziq-ovqatni qarz daftariga yozdiradi. Demak, tizimdagi kichik kechikish uning hayotida katta bosimga aylanadi. Yana bir holat. Er-xotin pensioner ikkalasi birgalikda 2.200.000 so'm oladi. Ularning biri yurak dorisi ichadi, ikkinchisi qonli diabet bo'yicha dori oladi. Agar ulardan birining kartasi bloklansa, oilaning butun balansida muammo paydo bo'ladi. Ular keyingi oy to'g'lanadi deb kutolmaydi, chunki dori har kuni kerak. Shuning uchun men doim aytaman, pensioner uchun hujjat va karta masalasi mayda ish emas. Bu sog'liq va hayot sifati masalasi. Yana bir misol, boquvchisini yo'qotgan oila farzandi kollej yoki universitetda o'qiydi. To'lov davom etishi uchun o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Oila buni vaqtida bermaydi. Tizimda o'qish holati tasdiqlanmadi degan asos paydo bo'ladi. To'lov to'xtaydi. Keyin ma'lumotnoma olib kelishadi, ariza yozishadi, qayta ko'rib chiqiladi. Pul keyin tiklanishi mumkin. Lekin shu orada oila bir oy daromadsiz qoladi. Shuning uchun muddatlarni yozib borish shart. Endi eng xavfli tomonga o'tamiz. Bunday sanlar atrofida firibgarlar juda faollashadi. Ular odamlarning qo'rquvidan foydalanadi. Telefon qilib, oktabrdan pensiyangiz to'xtaydi. Hozir ro'yxatdan o'tmasangiz pul olmay qolasiz deydi. Keyin karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, pasport ma'lumoti, hatto bank ilovasiga kirish parolini so'raydi. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech qaysi rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Bank ham, pensiya jamg'armasi ham, hokimlik ham, soliq idorasi ham kod ayting deb pulingizni tasdiqlamaydi. Agar sizga shunday qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni darhol to'xtating. Men o'zim bankka borib tekshiraman deyin.
Agar ular shoshiltirsa, qo'rqitsa, hozir aytmasangiz pensiya ketadi desa, bilingki, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Rasmiy masalada odamni telefon orqali vahimaga solib, 5 daqiqa ichida qaror qabul qildirishmaydi. Haqiqiy tekshiruvda ariza, hujjat, shaxsni tasdiqlash va rasmiy qabul bo'ladi. Ayrim firibgarlar hatto yangi pensiya bazasiga o'tkazamiz, kartangizni himoya qilamiz, kompensatsiya puli chiqdi. Pul oktabrdan qo'shimcha to'lov beriladi deb aldashi mumkin. Ular havola yuboradi. Siz havolaga kirsangiz, bank kartangiz ma'lumotini kiritasiz. Keyin pul yechiladi. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Telegram, SMS yoki WhatsApp orqali kelgan noma'lum havolalarga kirmang. Ayniqsa pensiya, kompensatsiya, yordam puli, ro'yxatdan o'tish degan yozuv bo'lsa, 2 karra ehtiyot bo'ling. Har bir pensionerning holati bir xil emas. Masalan, ayrim pensionerlar pensiyani naqd shaklda pochta orqali oladi. Ular menga karta tegishli emas deb o'ylashi mumkin. Lekin ularda ham manzil, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, hayotlik holati. Boshqa hududga ko'chish kabi masalalar muhim. Agar pochta xodimi sizni eski manzildan topmasa, to'lov qaytishi yoki aniqlashtirishga tushishi mumkin. Chet elga vaqtincha ketgan pensionerlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Ular pensiya tushyapti deb o'ylaydi. Lekin bank kartasi faol emas, telefon raqami ishlamayapti, SMS kelmayapti yoki hisobda cheklov paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Chet eldan turib muammoni hal qilish ancha qiyin. Shuning uchun ketishdan oldin bankka borib, kartaning muddati, telefon raqami, ishonchli vakil orqali ish yuritish tartibi haqida aniq ma'lumot olish kerak. Ishlayotgan pensionerlar ham alohida masala. Ba'zi to'lovlarda ishlash holati ahamiyatli bo'lishi mumkin, ba'zilarida esa yo'q. Odamlar ko'pincha ishlasam pensiyam kesiladimi deb qo'rqadi. Har bir vaziyatda pensiya turi, qonuniy asos va qo'shimcha to'lovlar farq qiladi. Shuning uchun umumiy gapga ishonmang. O'zingizning pensiya turini aniq bilib oling va rasmiy idoradan yozma yoki kamida ro'yxatga olingan murojaat orqali javob oling. Yana bir nozik jihat, qarzdorlik, ayrim hollarda sud qarori, ijro hujjati, aliment, kredit yoki boshqa majburiy undirishlar bo'lsa, pensiya kartasiga tushgan pulning bir qismiga ushlab qolish qo'llanishi mumkin. Bu ham pensionerga pensiyam kamaydi deb ko'rinadi. Aslida sabab bank emas, pensiya jamg'armasi ham emas, balki ijro hujjati bo'lishi mumkin. Bunday holatda majburiy ijro byurosi yoki tegishli organlardan ma'lumot olish kerak. Men sizga aniq ro'yxat beraman. Birinchi qadam. Pasport yoki ID kartangizni tekshiring. Hujjat amaldami, undagi ism, familiya bankdagi ma'lumot bilan bir xilmi? Tug'ilgan sana xato emasmi? Familiya o'zgargan bo'lsa, barcha joyda yangilanganmi? Ayniqsa ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgargan, lekin bankda eski familiya qolgan holatlar uchraydi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi, karta faolmi, pin kodni eslaysizmi? Kartaga ulangan telefon raqami kimning nomida? Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Agar kartani boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, bu ishonchli odamingiz bo'lsa ham nazoratni o'zingizda saqlang. Pensiya sizning pulingiz, uning harakati sizga ma'lum bo'lishi kerak. Uchinchi qadam, telefon raqamingizni tartibga keltiring. Iloji bo'lsa, bankka ulangan raqam pensionerning o'z nomida bo'lsin. Agar pensioner telefondan foydalana olmasa, eng ishonchli yaqin qarindosh yordam bersin. Lekin SMS kodlarni hech kimga aytmaslik qoidasi tushuntirilsin. Kod bu kalit. Kodni bergan odam puliga eshik ochib bergan bo'ladi. 4-qadam, pensiya ishingiz qaysi hududda yuritilayotganini biling. Agar ko'chgan bo'lsangiz, mahalla, tuman pensiya bo'limi yoki tegishli xizmat orqali manzilni yangilash tartibini so'rang. Oldin shunday edi degan gap bilan yurish xavfli. Raqamli tizimda eski ma'lumot muammo chiqarishi mumkin. 5-qadam, qo'shimcha to'lovlaringiz bo'lsa, ularning shartlarini yozib oling. Nogironlik muddati qachon tugaydi? Tibbiy ko'rik qachon? O'qish ma'lumotnomasi qachon kerak? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha yosh chegarasi bormi? Parvarish puli uchun alohida tasdiq kerakmi? Bularni daftar qilib yozish oddiy ko'rinadi. Lekin ko'p oilani kechikishdan saqlaydi. Agar pensiya tushmasa yoki kamayib tushsa, birinchi navbatda vahimaga tushmang. Men tavsiya qiladigan tartib shunday. Avval bankdan hisob holatini tekshiring. Pul tushganmi, karta faolmi? Blok yo'qmi? Ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bormi? Bank xodimidan og'zaki gap bilan cheklanmay imkon bo'lsa, hisob harakati bo'yicha ma'lumot oling. Keyin tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta,
pensiya daftarchasi yoki pensiyaga oid hujjatlar, bank kartasi, telefon raqamingiz, agar nogironlik bo'lsa tibbiy hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli guvohnomalar. O'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lsa uni olib boring. Agar o'zingizga kerak bo'lsa uni olib boringiz. Qonuniy vakil yoki ishonchnoma asosida yaqin insoningiz yordam berishi mumkin. Ariza yozganda aniq yozing. Men falon sanadan beri pensiya to'lovim tushmagani yoki kamaygani sababini aniqlab berishingizni so'rayman. To'lov qaysi asosga ko'ra to'xtatilgani yoki ushlab qolingani haqida yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz masala aniq bo'ladi. Pensiyam qani deb umumiy shikoyat qilishdan ko'ra sabab huquqiy asosi so'rash samaraliroq. Agar sizga keyin keling deyishsa, qaysi hujjat yetishmayotganini aniq so'rang. Hujjat nomini yozib oling. Masalan, bank hisob raqami ma'lumoti, yashash manzili tasdig'i, nogironlik bo'yicha yangi xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, pasport ma'lumotini yangilash kabi. Sababni bilmasdan qatnayverish vaqtni yo'qotadi. Men farzandlar va nabiralarga ham aytmoqchiman. Ota-onangiz pensiya masalasini tushunmasa, bu ularning aybi emas. Tizimlar murakkablashdi. Telefon, bank ilovasi, SMS, elektron navbat. Karta xavfsizligi hamma uchun ham oson emas. Siz oyga bir marta 20 daqiqa vaqt ajrating. Kartani tekshiring, muddatini ko'ring, telefon raqami ishlayotganini biling, bankdan kelgan SMS'larni ko'ring. Shubhali qo'ng'iroqlar bo'lmaganini so'rang. Lekin yordam beraman deb ularning pulini to'liq nazoratsiz olib qo'ymang. Pensioner o'z pensiyasi qayerga sarflanayotganini bilishi kerak. Agar siz bank kartasini olib yuradigan bo'lsangiz, har safar qancha pul yechilganini ayting. Bu oiladagi ishonchni saqlaydi va keyinchalik nizolarning oldini oladi. Birinchi xato menga hech narsa bo'lmaydi deb tekshirmaslik. Ko'p muammo aynan shundan boshlanadi. Karta muddati tugaydi, hujjat eski qoladi, telefon raqami o'chadi. Odam esa pensiya kuni biladi. Ikkinchi xato telefon orqali kelgan gapga ishonish. Rasmiy masala rasmiy kanal orqali tekshiriladi. Notanish odam aytgan havolaga kirish, SMS kod aytish, karta rasmini yuborish mumkin emas. Uchinchi xato hujjat topshirishda nusxa olib qolmaslik. Agar ariza bergan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamini, sanasini, qabul qilgan xodimni bilib oling. Keyin men topshirgandim degan gapni isbotlash qiyin bo'lmasin. To'rtinchi xato muammoni kechiktirish. Pensiya bir oy tushmasa, keyingi oy o'zi tushib ketar deb kutmang. Birinchi kechikishdayoq sababini aniqlang. Chunki sabab hujjat bo'lsa, vaqt o'tgan sari tiklash jarayoni cho'zilishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, 10 oktyabr atrofidagi eng katta xavf shundaki, ayrim pensionerlar kichik hujjat, karta, telefon yoki ma'lumot mos kelmasligi sababli kutilmagan muammoga duch kelishi mumkin. Hamma odamning pensiyasi to'xtaydi degan gapga ishonmang. Lekin menga aloqasi yo'q deb ham beparvo bo'lmang. Eng to'g'ri yo'l hujjatni tekshirish, kartani tekshirish, telefon raqamini tartibga keltirish, qo'shimcha to'lov shartlarini bilish va shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmaslik. Men sizdan iltimos qilaman. Oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning kartasi muddati, pasporti, telefon raqami va pensiya tushadigan bankini tekshirib qo'ying. Bu ish ko'p vaqt olmaydi, lekin katta muammoning oldini olishi mumkin. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiya kechikdimi? Karta bloklandimi? Qaysi hujjat so'raldi? Qanday hal qildingiz? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga albatta yetkazing.